Assalomu alaykum hammaga. Biz bugun Omoxondagi qismini taklif qilamiz. Davrumizda boshlaymiz. Bundan oldingi qismda bo'lgan voqealarni eslatib o'tmoqchiman. Biz yana o'sha dahshatli darknet saytiga kirib qotil klonni chaqirdik. Lekin u klon o'rniga bizni chaqirmagan klon Isabella. Bu bizani hayron qoldirgan. Qismini ko'rgan bo'lsangiz kanalga like bosib qo'ying, iltimos. Mana shu oyoqchani ochishga ham qattiq harakat qildik. Lekin Ko'rgan bo'lsa like-da. u oyoqchani bermasdan Gambitni klonga aylantira boshladi. Va keyin esa biz Hozir qon bo'lib ketdimi? shu paytda podoldan Goblinni topib oldik. Goblin esa bizga hamma klonlar qo'rqadigan qizil boshchanoqni berdi. Va biz tuzoqqa tushmagan Isabellani shu boshchanoq yordamida qiynadik. Va keyin esa endi hammasi joyiga tushdi deganimizda bizning tuzog'imizga umuman yangi klon tushib qoldi. Va bu klon kim? Siz. Bo'ldi. Qanaqadir qo'llik bo'ldi. Bo'ldi. No, Oscar. Klonlarni boshlig'ini o'g'li. Uybe. Ketdi. Xo'sh, diqqat berib turing. Kim bu maxsus? Shunda bizga birdaniga ikkita klon hujum qilyaptimi? Qarang, hozir bu ikkita klonlar. 3 Keyin mana bu qiz klon. Yig'lab bilmayman, balkim hozir uydadir, balkim tashqarida. Chunki qarashni Basseynni mana bu keldi. Qanaqadir mana qara. podvolda megan yovon. Goblin yanına tushgan chiqar. Nima bo'ldi? Bu aniq klon emas-ku? Qaysi? Hayotdan chaqirdik semiz. Cho'chqamidi nima edi? Bomba edi, bomba. Bu klon chaqirilmadi-ku bizga. Qanaqasi keladi? Может, bizni chaqirganimizdan keyin endi kelgandir. Mana bu qiz bola klonni bizni chaqirmagandik-ku. So'ba bitta tunda uchta klon. Bu nima bu? Men qizig'i bo'lmasa do'stlar qaranglar, bu уже Darknet'ning keyingi qismi, ya'ni Darknet 6-qism bo'lgan bo'ladi. Va agarda sizlar Darknet 6-qismni ko'rishni xohlayotgan bo'lsangiz, hoziroq like knopkasini Bir gap aytaymi? Mana qiz bola klon keldi-ku, to'g'rimi? Shunday to'xtatdi. Qiz bola klonga vaqtda men shu videoni ko'rdim. Agar sizlar ham shu videoni ko'rgan bo'lsanglar, ne? Kanalga like bosib qo'ying. Bizning maqsadimiz tezroq 2001 yo 2000 obunachiga erishish va tezroq Omoxon bilan video olishim kerak. Ya'ni Omoxon yana video saqlanib turibdi. Ya'ni like bosilgan, qo'ng'iroq aytilgan. Endi meni videomni ko'rishingiz kerak. Nimadan ko'ring-da, endi ko'rib turibsiz. Men sizlarning hamma videolaringizni ko'raman. Va ikkinchi shart esa hoziroq obuna bo'lishingiz kerak. Agar sizlar mana shu videoda menga yepingiz sveji 22 mingta yangi obuna topsangiz, men sizlarga Darknetning keyingi shartini beraman. Shuning uchun albatta o'tirib hoziroq like bosing, obuna bo'ling. Sizlar qachon like bosganinglar va obuna bo'lganinglarni Mana bir vaqtda Skolon chamas, Gambitdan 4. Shu uchun aytayotgan qilinglar. Va endi bo'lmasam bo'ldi, qara. Endi hozir vaziyatga ko'rinib qarash kerak. Maxsus qara. Gambit oxirgi marta ko'rganimda pastda ko'zi oqargan edi, to'g'rimi? Hop, ilk qizil klon ancha yig'layapti va qarasak o'sha yo'q edi, to'g'rimi? Undan keyin gupur bo'ldi. Kameradan qaradik. Mana shu temiz sizlar Pumba. degan klon keldi. Endi nima qilib? Mana hozir olsam, eng qiziq u hozir uyi ichida. Eng qizig'i chimadan ham pastda, ha. Kim? Kim? Gambit. Ana u semiz klon bilan birga kelib olgan Gambit. Gambitdagi aniq sizmisiz? Ha, bilan sizning ko'rayingiz tashqaridan kameramiz yo'q. Voy, bilan zo'r narsa bormanda, otkinsingni? Ne? O'yinchoqmanda, jigar. Stop, o'yinchoq ot. Voy, ikkinchi shoshma o'yinchoq bilan otaverdi ham. Ko'zi ko'rsin. Все. Hop, kiring. Qo'rqitmaydi yurganda. Bilmayman, siz chaqirgansiz. Bilet sizlar, sizni boy chaqirdik. Sizlar so'ng ko'ryapti. Mana Gambit degani qaranglar, haridan kayfiyati zo'r. Mana jigar qara. Men aytdim, qildim. Mana What the hell? O'yinchoq sanga mana. Hop, qarang, hop. Hozir bu o'yinchoqcha nima deb kerakmi? Men bu o'yinchoq o'tkazar yoruvdim, to'g'rimi? Nima chiqadi ekan? Yetilgan. O'yinchoqchi nimadir bu? Nima chiqadi? Voice-da. Ko'zmi? Sassiq lekin anaqa narsa. Nima bu? Eshigi ham bor ekan, bu bo'yinga osadigan anaqa mana shunday osib qo'ydi. Bundan turadi. Hop, nima qilamiz bu? Balki kitobda yordam so'rab ko'ramiz. Может, kitob yana bizga mana shunaqa vaziyatlarda yordam beradi. Hop, bu qarang, men hozir shuni mana bu qanaqadir bu. Ko'z. Nima bo'ladi bu bilan? Omoxonni. Mana Isabella. Ismini
Shu joyda to'xtatib turaman. Agar sizlar meni bilan Allohim bilan video olishimni istasanglar, kanalga like bilan obuna bo'lib qo'ying. Men tezroq yosh bilan ish qilib o'zingiz tushundingizmi? Allohim bilan video olishim kerak. Asli bu haqida yozib qo'ydi. Buni o'qiymiz. Bu shunchaki tosh emas, balki sehrni kesadigan tosh. Buni klovlarda bo'ladigan suyuqlik bilan qo'shsang ish beradi. Hop, qara, hop. Demak, bu qanaqadir muhim tosh. Bu nimaga kerak bo'lsa, bu sizni to'g'rilash uchun kerak, biling. Yaxshi. Hop, qaysi klovda suv bor ekan edi? Shoshmang, pastdan klon hozir bizdan tuzog'imizda, to'g'rimi? Ha. Mashmata foydalanib tezroq chiqib olaylik bo'lmasa, qadr suyuqligim dor. Qara lekin, bu katta suyimiz klon. Shu uchun ham bitta tashlanamizda, taptatib olamiz. Cho'ntagida ham qatadir o'z bilan bo'ladi. Tez harakat qilib ulgurmaydi-da. Oh my god. Benim arzum bo'lgan Allohim bilan video olish. Ko'pchilik saqlajaki bor, ammo men arzum bitta Allohim bilan video olish. Fakat sizlar yordam berib turasizlar bu uchun menga. Chunki aviasiyaz.uzda biletlar judayam arzon va kassadan tezroq. Va bilasizlarmi, nafaqat aviasiyaz.uzdan aviabiletlarni, balkim bemalol o'sha bo'lgan davlatdan mehmonxonalar ham. Mana shu domani yakib turadi. Men esa yana mana shu YouTube videoga qaytaman. Yo'qmi? Bundan chiqib ketganda, gambitaga chiqarib yordingizmi siz? Chiqarib oldingizmi? Deganim yo'q. Bular bu o'z uyga yashamagan bo'lsa-chi? Bo'lsa uyga qarab yursan bu yoqqa. Sizlar xohlagan joyda bo'lishi mumkin. Yo'q, hech kim. Kamyodachi? Tashlanib qolsa ehtiyot bo'laveradi. Hech kim yo'q. Su yo'qmi? Demak, Nasibani qaraydi o'zi. Leja eshitiladi. Ancha tashqariga shu qochib ketgan klon. Xo'sh, sizlar qaraydi. Xuddi shu payt men hozir ish qilmoqchiman. Men to'g'risini gambitga ishonmayman. Umuman. Ayniqsa hozir tosh topib oldim. O'yinchoqlarda qo'limda o'tdi. Men ishonmayman. Men o'ylashim bo'yicha Ziplalarni o'zi gambitga o'yinchog'i bergan. Mana shunaqa bo'ling. Shuning uchun ham men kitob bilan o'yinchog'i gambitga ko'rsatmasam o'xshab berkitaman. Men agar gambit klon bo'lib qolsa ham bizdan saqlamaydi. Shuning uchun ham gambitga ishonmayman. Xafa bo'lmang. Yaxshi berkitiling. Semizligini ko'rdingizmi? Biz kamerada ko'rsak semizligini paprika qara. Qanday paydo qildim? Ko'zga tashlamaydi, to'g'rimi? O'ylashim uchun tualetdan hech kim kitob qidirmaydi. Nega bu joyda men YouTube'dan to'xtatib qo'ydim? Ishqilib, meni ishim bor. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalga like va obuna bo'lib qo'ying. Iltimos, chunki men tezroq Allohim bilan video olishim kerak. Bo'ptimi?